O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Mazani yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Bugun sizlar bilan Haruki Murakamining Tun zulmat ortidagi kitobini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu kitob qanaqa, o'zi menga foyda berdimi yoki yo'qmi? Oldindan aytishim kerak, bu kitob menga foyda bermadi. Bu shunchaki haligi maza qilishga o'qiladigan kitoblarni qatoriga qo'shib qo'ydim o'zim uchun. Ya'ni desertga o'qiladi bu kitobni. Tun zulmat ortida. Bu kitobda aytilayotgan narsa bir kecha kunduzda bo'ladi. Ikki opa-singilli hayoti qanaqaligini va xitoylik fohishaning hayoti qanaqa kechganini, kim uni urib momotaloq qilib tashlaganini hammasini Adayagacha gapirib beriladi va xitoyliklar uni va o'sha urgan odamni qanaqa qilib ya'ni o'sha qo'lini sindirganini, bo'ynini sindirganini tasvirlab beriladi bu kitobda. Bu kitob to'g'risini aytganda eshitma olish uchun o'qimayman. To'g'ri, narxi o'ziga nisbatan qimmat, 50 ming. Lekin 50 mingga boshqa kitob olib, o'zingizga foydali bo'ladigan kitoblarni olib o'qishni tavsiya qilaman. Lekin maza qilish uchun o'qiyman desangiz, mana shu kitobni olishingiz shart. Charchamanglar, katta rahmat. Ishlarga rivoj.